Assalomu alaykum. Bugun biz Crystal dam olish maskandamiz. Bugun biz bu yerga kelgan insonlarning taassurotlari bilan tanishamiz. Birinchi ustozimiz tarix fanidan nazokat ustoz bo'ladi. Hamma yo'qqa shu tarix ekanda. Ustoz, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Mana bugun Crystal dam olish maskandida ekanmiz. O'zingiz taassurotlaringiz bilan biz bilan bo'lishing. Crystalga kelib olishimiz oson bo'lmadi. Ertalab uydan 7 da chiqib ketdik. Mana shu muxbir yigitimiz bizni hozir yo'ldaman deb naq 9:30 da yetib keldilar. Taassurotlar zo'r. Hali kechgacha yana surprizlaring bo'lsa kerak. Bunaqa oqibatlaring ko'z tegmasin. Rahmat sizga ustoz. Keyingi ustozimiz bizni onamizdek bo'lib qolgan Umid omonimda bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, mana Crystal dam olish maskanida ekanmiz. O'zingiz taassurotlaringizni biz bilan bo'lishing. Taassurotlarim qanday bo'lishi mumkin? Avvalambor sizlarga rahmat. Sizlarning bahonalaringda kelib o'tiribmiz. Lekin bo'ynimda juda ham og'ir yuk bor. Kechgacha sizlarni esalom-oshitda dam oldirtirib, ota-onalaringga chiroyli holatda kirgizib olsam, mendan keyin tog' tushadi. O'shuning uchun o'zingni bilib yur hammang. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p, bizga keyingi ustozimiz Nargiz ustoz bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun taassurotlaringiz biz bilan bo'lishing. Xo'p, taassurotim zo'r. Oqibatlaringga ko'z tegmasin. Rahmat. Ilohim doim shunaqa ahil, inoq do'stlar bo'lib birga yuringlar. Maza qilyapmiz, zo'r hammasi. Rahmat ustoz. Ustozimiz yana bizga aytadigan gaplari bor ekan, shunga hozir quloq tutamiz. Afsuski Namanga qaytding. Og'zimga tiqib. Demak, qaranglar bolalar, bitirganlaringga qancha bo'ldi, Asror? 1 yil. 1 hafta. Bitirganlaringdan beri hammalaringni men maktabda ko'rib, sizlarni yana ham quvonyapman. Nimaga? Shu maktabdan mehrlaringni uzolmayapsizlar. Mana bugun biz Vodilga kelib yig'ilyapmiz. Hammalaringni mehr oqibatlaring bir-birlaringdan hech qachon arimasin. Qo'shnimizdagi so'rinni Ustozimiz Gavhara ustoz o'ylaymizki, bir ikkita so'z bilan tugatadilar. Ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Sizlar orqali bugun biz mazza qilib dam olyapmiz. 1 yil charchoqlarimizni chiqaryapmiz. Sizlarga rahmat. Ahillarga ko'z tegmasin. Iloyim 10 yil, 20 yil, 30 yildan keyin ham shunaqa birgalikda ko'rishib, yig'ilib turish nasib qilsin va ana shu yig'ilganlarda bizni ham taklif qilinglar. Rahmat ustoz, aytganingiz kelsin. Endigi navbatni bugungi kunning sababchilariga beramiz. Ayxon. Ayting. Yorvoraysan zo'r. Hammasi juda ham zo'r. Mazza qilyapmiz. Menga juda yoqdi, vashcha zo'r joy ekan. Ajoyib, do'stlar bilan o'tirsa zo'r ekan. Men bular kechasi bilan salat qilib chiqdim, lekin yeyishmadi. Men uxlamasdan narsa pishirib chiqdim. Men bugun Qo'qondan keldim, mana shu o'tirish uchun va afsuslanganim yo'qman. Zo'r joy, zo'r xotiralar, ajoyib sinfdoshlar, ajoyib yil. Hammasi zo'r, taassurotlar ham zo'r, ovqatlar ham zo'r. Bizning taassurotlarimiz juda ham zo'r. Bozorlarda biz qildik, qarqishga ham qoldik mana. Mana bugun yig'ildik, o'rtoqlar bilan hammasi zo'r. Like, Behruzga like, Behruzga like. Madi. Assalomu alaykum, birodar va azizlar. Bugun Xudo xolasa xotin tashlab keldik. To'ydan o'zi 1 kun o'tdi. Uyda o'zi o'tirish kerak haq poложение er xotin, lekin biz o'rtalarimiz uchun keldik. Lekin shunga yarasha bo'lmayapti nimagadir. Ko'rib turganingizdek, bugungi taassurotlar juda ham ajoyib hamda qoniqarli. O'ylaymizki, yana birgalikda ko'rishib, mana shunday joylarga yana tashrif buyuramiz.